Soliq hisobotini kech taqdim etish bu jinoyatmi? Yo'q, bu ma'muriy huquqbuzarlik. Bu jinoyat emas, lekin jazosiz ham emas. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 215-moddasiga asosan soliq organlariga hisobotlarni belgilangan muddatda taqdim etmaslik bo'yicha jazo qo'llanilishi mumkin. Soliq to'lovchi hisobotlarni, deklaratsiyalarni, hisob-kitoblarni belgilangan muddatda taqdim etmasa, eslatma berish yoki jarima bilan jazolanadi. Agar soliq hisobotining kechiktirilishi qayta sodir etilsa, choralar jiddiylashadi. Soliq organlariga birinchi marta kechiktirishda ogohlantirish beradi. Agar 1 yil ichida yana qaytarilsa, jarima qo'llaniladi. Soliq hisobotining kech taqdim etilishi, ammo qasddan soliqdan qochish bilan bog'liq bo'lmasa, faqat ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Qachon jinoiy javobgarlik yuzaga keladi? Soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni qasddan to'lamaslik, yirik miqdorda soliq yashirish, soxta hisobotlarni topshirish orqali amalga oshirilsa, jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun har qanday kechiktirishni rasmiy asos bilan izohlash va hujjatlash lozim. Siz bilan advokat Tursunova.